Assalomu alaykum. Men Po'latova Umidaxon Shuhratovna, defektolog, logoped, surdopedagog, oligofrenpedagog va zaykolog bo'lib, o'z mutaxassisligim ustida NS Medical klinikasida ish boshladim. Ish tajribamda ko'plab autizm nuqsonlari, rast nuqsonlari, ZPR, alalik bolalar, motorni alaliya, ZRR bilan ko'plab ishlab olib bormoqdaman. Hozirgi vaqtda og'ir nuqsonlar bilan ish olib boryapman. DTP bilan mana bugungi qizchamiz bilan ish olib bordim. Bugungi ikkinchi muolaja kunimiz. Bu qizimizda birinchi muolajamiz massaj bilan boshlandi. 10 kun massajdan keyin sekin-astalik bilan defektolog mashg'ulotlarni ham qo'shib boraman. Bolamizda birinchi kuni kelganda onalari bilan gaplashdim. Qanaqa o'zgarish bo'ldi? Ikkinchi mana mashg'ulotga kirib keldilar. Juda ham yaxshi. Bola so'laga oqqan holatda kirib kelgan edi. Bugun umuman so'lagi yo'q. Bola o'zini tutgan, lablari joyida va mashg'ulotga erkin o'zini tutib berdi. Ya'ni bu degani logoped har doim mashg'ulotni ikkinchi bosqichga o'tganda bola o'zini erkin tutyapti, ya'ni so'lak jarayonlari normaga kelgan, erkin his qilyapti, ya'ni sizda muolaja to'g'ri olib borilayotganligini aniq tasdig'ini ko'rsak bo'ladi bu yerda.